agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram, online banking yoki pasport ma'lumotlari bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. So'nggi vaqtlarda firibgarlar odamlarning pulini faqat karta raqamini so'rab emas, balki juda ishonarli sxemalar orqali olib qo'ymoqda. Eng xavflisi, ko'pchilik buni firibgarlik ekanini pul ketib bo'lgandan keyin tushunadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, farzandlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin firibgarlik ancha sodda ko'rinishda bo'lardi. Kimdir qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ldi, kod ayting, yutuq chiqdi deb odamni aldashga urinardi. Ko'pchilik bunday gaplarga ishonmaslikni o'rganib qoldi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Endi firibgarlar oddiy qo'ng'iroq bilan cheklanmaydi. Ular siz haqingizda oldindan ma'lumot to'playdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifangizni ko'radi. Qayerda ishlashingizni, qaysi bankdan foydalanishingizni, hatto yaqinda nimaga qiziqqaningizni bilib olishi mumkin. Masalan, siz internetda telefon sotib olish haqida izlagan bo'lsangiz, keyin Telegramda arzon iPhone tezkor aksiyasi. Faqat bugun chegirma degan e'lon chiqishi mumkin. Siz buni oddiy reklama deb o'ylaysiz. Aslida esa bu soxta do'kon bo'lish ehtimoli bor. Yoki siz ish qidirayotgan bo'lsangiz, sizga uyda o'tirib kuniga 300 ming so'm ishlaysiz degan taklif keladi. Avvalgi hammasi chiroyli ko'rinadi. Firma nomi bor, logotip bor, menejer muloyim gapiradi, hatto shartnoma rasmini yuboradi. Lekin maqsad bitta: sizdan pul, karta ma'lumoti yoki shaxsiy hujjatlarni olish. Men ekspert sifatida eng ko'p uchrayotgan xatoni ko'raman. Odamlar firibgarni qo'pol, savodsiz yoki shubhali bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, hozirgi firibgarlar juda tartibli, madaniyatli, ishonchli gapiradi. Ular shoshiltiradi, qo'rqitadi yoki foyda va'da qiladi. Aynan shu uchta usul eng kuchli ishlaydi. Qo'rquv, shoshilinchlik va ochko'zlik emas, balki imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik hissi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, hech qaysi bank xodimi sizdan SMS kod, ilova paroli, kartaning orqa tomonidagi CVV kod yoki telefoningizga kelgan tasdiqlash raqamini so'ramaydi. Agar kimdir men bankdanman, xavfsizlik bo'limidanman, hisobingizga kirishga urinish bo'ldi deb kod so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik. Hatto u sizning ismingizni, familiyangizni, kartangizning oxirgi 4 raqamini yoki bank nomini aytsa ham ishonmang. Bu ma'lumotlar turli bazalardan, eski e'lonlardan, yetkazib berish xizmatlaridan yoki sizning o'zingiz ochiq qoldirgan sahifalardan topilishi mumkin. Oddiy misol. Odamga qo'ng'iroq qilishadi va kartangizdan 2 million so'm yechib olishga urinish bo'ldi. Bekor qilish uchun SMS kodni ayting deyishadi. Odam qo'rqib ketadi. U o'ylaydi, agar aytmasam pulim ketadi. Aslida kodni aytishi bilan pul ketadi. Chunki firibgar shu paytda uning onlayn bankingga kirishga yoki pul o'tkazmasini tasdiqlashga urinayotgan bo'ladi. Kod bekor qilish uchun emas, tasdiqlash uchun kelgan bo'ladi. SMS matnini diqqat bilan o'qisangiz, odatda unda hech kimga bermang deb yoziladi. Lekin odam shoshilganda o'qimaydi. Ikkinchi muhim holat soxta investitsiya va platformalari. Hozir ko'p odamlar qo'shimcha daromad izlayapti. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Sizga $100 kiriting, haftasiga 20% foyda olasiz. Neft, oltin, kripto, xalqaro kompaniya aksiyalari. Tajribasiz ham pul ishlaysiz degan taklif keladi. Birinchi marta 200 ming so'm kiritgan odamga rostdan ham 2 ming qilib qaytarib berishi mumkin. Bu ishonch uyg'otish uchun. Keyin u 2 million, 5 million, 10 million kiritadi. Oxirida pulni yechmoqchi bo'lsa, soliq to'lang, komissiya to'lang. Hisobni faollashtirish uchun yana pul kiriting deyshadi. Natijada odam pulini ham yo'qotadi, yana qarz ham olib qo'yadi. Men bunday vaziyatlarda bir narsani doim aytaman. Kafolatlangan yuguri foyda bo'lmaydi. Agar kimdir sizga oyiga o'tin foiz, exim foiz, 100% foyda va'da qilsa, bu moliyaviy xizmat emas, bu xavfli signal. Real biznesda ham, bank omonatida ham, investitsiyada ham xavf bo'ladi, hujjat bo'ladi, litsenziya bo'ladi, shartlar ochiq yoziladi. Faqat bugun tez qaror qiling. Men sizga joy band qilib qo'yaman degan gaplar esa odamni o'ylamasdan harakat qilishga majbur qilish uchun ishlatiladi. Uchinchi holat soxta ish e'lonlari. Masalan, operator kerak, mahsulotlarni baholaysiz. Like bosib pul olasiz. Omborga ishchi kerak, avans bor. Uydan turib buyurtma qabul qilasiz degan e'lonlar. Bularning hammasi firibgarlik emas, albatta.
Lekin ba'zi e'lonlarda sizdan avval ro'yxatdan o'tish to'lovi. Forma puli, Garov karta ochish, botga ulanish uchun pul so'rashadi. İş beruvchi odatda sizdan ish boshlashdan oldin pul talab qilmaydi. Agar siz ish topish uchun avval bir 30-100 ming yoki 500 ming so'm to'lashingiz kerak bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ayniqsa, kompaniya manzili aniq bo'lmasa, STR yoki rasmiy rekvizitlar berilmasa, shartnoma yo'q bo'lsa, bu juda katta xavf. 4-holat. Qarindosh nomidan yozish. Telegram yoki boshqa messenjerda tanishingizning profili orqali tezda pul kerak. Kartaga 20 million tashlab tur. Kasalxonadaman, telefonim o'chib qoladi degan xabar kelishi mumkin. Odam tanishining rasmi va ismini ko'rib ishonadi. Lekin akkaunt buzilgan bo'lishi yoki firibgar o'xshash profil ochgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda bitta oddiy qoida bor. Pul yuborishdan oldin albatta qo'ng'iroq qiling. Ovozini eshiting. Agar qo'ng'iroq qila olmayman desa, yanada shubhalaning. 3 soniyalik tekshiruv sizni millionlab so'm zarar ko'rishdan saqlaydi. 5-holat, soxta davlat xizmatlari, jarima, kredit yoki subsidiya xabarlari. Firibgarlar sizga yordam puli chiqdi, jarimangiz bor, kreditingiz tasdiqlandi, kompensatsiya olasiz, anketani to'ldiring deb havola yuboradi. Havola rasmiy saytga o'xshashi mumkin, lekin bitta harfi boshqacha bo'ladi. Masalan, haqiqiy sayt nomiga o'xshatib, yoniga qo'shimcha belgi qo'shadi. Siz kirib pasport seriyasi, jisashir, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodni kiritasiz. Natijada firibgar sizning nomingizdan kredit olishga, kartangizdan pul yetishga yoki akkauntingizni egallashga urinadi. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda internetdan faol foydalanadigan, onlayn banking o'rnatgan, Telegram kanallarda ko'p e'lon ko'radigan odamlar. Ikkinchi guruh keksa ota-onalarimiz. Ular ko'pincha bank tizim, SMS kod, ilova xavfsizligi qanday ishlashini chuqur bilmaydi. Uchinchi guruh talabalar va ish qidirayotganlar. Chunki ularga tez pul, tez ish, oson daromad taklifi kuch ta'sir qiladi. 4-guruh kichik biznes egalari. Ular mijozlar, yetkazib beruvchilar, to'lovlar bilan ishlagani uchun soxta chek, soxta to'lov xabari yoki soxta shartnoma orqali aldanishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech kimga kod bermasangiz, noma'lum havolalarga kirmasangiz, har bir to'lovni bank ilovasida o'zingiz tekshirsangiz, 2 bosqichli himoyani yo'qsangiz, shubhali takliflarni rasmiy manbadan tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men aldanmayman deb o'ylash ham xavfli. Chunki firibgarlar aynan ishonchli odamlarni ham chalg'itadigan vaziyat yaratadi. Tunda qo'ng'iroq qiladi. Yaqin odam nomidan yozadi, bank nomini aytadi, hujjat rasmiy yuboradi, sizni shoshiltiradi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma havola ham zararli emas. Lekin noma'lum havolaga kirishdan oldin manbani tekshirish shart. Agar havola bankdan kelgan bo'lsa, uni bosmang, bank ilovasini o'zingiz oching. Agar davlat xizmatiga oid bo'lsa, brauzerga sayt manzilini o'zingiz yozing yoki rasmiy ilovadan kiring. Agar do'kon bo'lsa, uning manzili, telefon raqami, mijozlar fikri, to'lov usuli va qaytarish shartlarini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Firibgarlar faqat pulingizni emas, ma'lumotlaringizni ham o'g'irlaydi. Ba'zi odamlar kartamda pul yo'q, menga nima bo'ladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Sizning pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, JSHSH raqamingiz, yuzingiz tushgan selfi rasmingiz yoki hujjat nusxangiz orqali boshqa zararlar yetkazilishi mumkin. Masalan, sizning nomingizdan akkaunt ochilishi, soxta e'lon berilishi, kredit olishga urinish bo'lishi yoki boshqa odamlarni aldashda sizning ma'lumotlaringizdan foydalanilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, soxta chek. Kichik savdo qiladiganlar, uydan mahsulot sotadiganlar, taksi haydovchilar, yetkazib beruvchilar bunga ko'p keladi. Xaridor mana pul tashladim deb chek rasmini yuboradi. Chek juda haqiqiy ko'rinadi. Sana, summa, karta raqami, bank logotipi bor. Lekin pul hisobingizga tushmagan bo'ladi. Qoidani aniq eslab qo'ling. Chek emas, hisobdagi real tushum muhim. Bank ilovasini ochib pul kelganini ko'rmaguncha mahsulot bermang. Xizmatni tugallangan deb hisoblamang. 4-nozik jihat. Ekran ulashish va masofaviy yordam dasturlari. Ba'zi firibgarlar ilovani sozlab beraman, pulni qaytarib berish uchun ekraningizni ko'rsating, telefoningizga dastur o'rnating deydi. Siz ekraningizni ulasangiz, ular SMS kod, karta ma'lumoti, balans, ilova ichidagi tugmalarni ko'rib turadi. Agar masofaviy boshqaruv dasturini o'rnatsangiz, yanada xavfli.
Shuning uchun bank, davlat xizmati yoki to'lov masalasida hech kimga ekraningizni ko'rsatmang. Bank xodimi sizning ekraningizni ko'rishi shart emas. 5-nozik jihat, firibgarlik ba'zan rasmiy ohang bilan bo'ladi. Sizga ariza qabul qilindi. Sizning hisobingiz tekshiruvda qonuniy jarima qo'llanadi. Tezda tasdiqlang degan matn keladi. Odam qonun, jarima, bloklanish degan so'zlardan qo'rqadi. Firibgarlar aynan shu psixologiyadan foydalanadi. Men har doim shunday deyman. Rasmiy tashkilot sizdan messenjer orqali karta kodi so'ramaydi. Rasmiy jarima yoki ariza rasmiy kabinetda, rasmiy ilovada yoki qonuniy xabarnoma orqali ko'rinadi. Messengerdagi vahimali xabar dalil emas. 6-nozik jihat. Tanishim tavsiya qildi degani xavfsiz degani emas. Ko'p odamlar piramida yoki soxta investitsiyaga do'st chaqirgani uchun kiradi. Do'sti ham aldanayotgan bo'lishi mumkin. U boshida pul olgani uchun tizim ishlaydi deb o'ylaydi. Lekin bunday sxemalarda eski ishtirokchilarga yangi kelganlarning puli hisobidan to'lov qilinadi. Yangi odamlar kamayganda tizim yopiladi. Oxirida ko'pchilik zarar ko'radi. Bir nechta odam foyda ko'rgandek ko'rinadi. 7-nozik jihat. Pulni qaytarib beramiz degan ikkinchi firibgarlik. Agar odam bir marta aldanib qolsa, keyin unga yana kimdir chiqib, yo'qotgan pulingizni topib beramiz. Firibgarni aniqladik. Xalqaro blokchain orqali qaytaramiz. Advokat xizmatiga oldindan to'lang deyishi mumkin. Bu juda og'riqli holat. Chunki odam birinchi zarardan keyin pulini qaytarishga umid qiladi va ikkinchi marta ham pul yo'qotadi. Pulni qaytarish masalasida faqat bank, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va rasmiy yuridik yo'l bilan harakat qilish kerak. Noma'lum mutaxassisga yana pul o'tkazish xavfini oshiradi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, telefoningiz va bank ilovalaringizni himoyalang. Bank ilovasiga murakkab parol qo'ying. Imkon bo'lsa biometrik kirishni yoqing. Telefon ekraniga oddiy 1001, 1234 yoki tug'ilgan yilni qo'ymang. Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli parolni yoqing. Bu juda muhim, chunki telefon raqamingizga kirishsa yoki SIM karta bilan bog'liq muammo bo'lsa ham qo'shimcha parol akkauntingizni saqlab qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, ota-onangiz va yaqinlaringiz bilan bugunoq gaplashing. Ularga oddiy qilib tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga karta orqasidagi 3 xonali kod berilmaydi. Qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bankdanman desa ham ishonilmaydi. Men tavsiya qiladigan eng oddiy jumla bor. Telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Shu qoida ko'p muammolarning oldini oladi. 3-qadam, agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni cho'zib o'tirmang. Ismingizni, karta raqamingizni, manzilingizni tasdiqlamang. Men bankka o'zim murojaat qilaman deb qo'ying. Qo'ng'iroqni tugating. Keyin bank kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Messengerdagi raqamga emas, Google'da chiqqan birinchi reklamaga emas, aynan rasmiy manbaga murojaat qiling. 4-qadam, agar pulingiz yechilgan bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Bank ilovasida karta bloklash tugmasi bo'lsa, o'sha zahoti bloklang. Keyin oxirgi operatsiyalar tarixini skrinshot qiling. Qachon, qancha summa, qaysi hisobga yoki qaysi xizmatga ketganini saqlab qo'ying. SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqami, Telegram yozishmalari, havola, chek, profil nomi, karta raqami yoki hisob rekvizitlari bo'lsa, hammasini saqlang. Hech narsani o'chirmang. 5-qadam, ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha vakolatli tuzilmalarga ariza bilan murojaat qiling. Arizada voqeani tartib bilan yozing. Qaysi kuni, qaysi vaqtda kim qo'ng'iroq qildi yoki yozdi, nima dedi? Siz qanday amal bajardingiz, qancha pul ketdi, qaysi bank kartasidan ketdi, qaysi raqam yoki akkaunt ishlatilgan. Hujjat sifatida pasport yoki ID karta, bankdan operatsiya ko'chirmasi, skrinshotlar, SMSlar, yozishmalar va qo'ng'iroq tafsilotlarini ilova qiling. Arizani qanchalik aniq yozsangiz, tekshiruv uchun shunchalik foydali bo'ladi. 6-qadam. Agar siz shaxsiy hujjatlaringizni yuborgan bo'lsangiz, ehtiyot choralarini kuchaytiring. Bank ilovalaringizdagi limitlarni kamaytiring. Kredit tarixingizni va nomingizga ochilgan majburiyatlar bor yo'qligini vaqti bilan tekshiring. Telefon raqamingizga kelayotgan g'alati SMSlarga e'tibor bering. Agar sizning nomingizdan kimdir akkaunt ochayotganini sezsangiz, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling va hisobni bloklashni so'rang. 7-qadam, xarid qilayotganda faqat xavfsiz to'lov qiling.
Oldindan to'lov qilishga majbur bo'lsangiz, sotuvchini tekshiring. Do'konning real manzili bormi? Mijozlar fikri tabiiy ko'rinadimi? Telefon raqami ishlaydimi? Qaytarish sharti bormi? Yuridik nomi bormi? Shuni ko'ring. Juda arzon narx ham xavf belgisi bo'lishi mumkin. Masalan, bozorda 5 million so'mlik telefonni kimdir 2 million tekkan mingga faqat bugun sotayotgan bo'lsa, bu savol tug'dirishi kerak. Narx qanchalik shubhali darajada past bo'lsa, tekshiruv shunchalik jiddiy bo'lishi kerak. 8-qadam. Har bir katta qarorda 10 daqiqa tanaffus qiling. Firibgarlar sizni tez harakat qildirishga urinadi. Hozir aytmasangiz kech bo'ladi. Pul hozir ketadi. Aksiya tugaydi. Joy qolmadi. Jarima oshadi degan gaplar shoshiltirish uchun. Siz esa o'zingizga bitta qoida qo'ying. Pul o'tkazishdan oldin to'xtayman, o'qiyman, tekshiraman, yaqin odamdan maslahat olaman. Shu 10 daqiqa ko'pincha eng katta himoya bo'ladi. 9-qadam. Bolalar va o'smirlarni ham ogohlantiring. Ular o'yin akkaunti, skin, bonus, bepul internet, sovg'a kartasi, yutuq, bloger nomidan kelgan xabar orqali aldanishi mumkin. Ularga ham tushuntirish kerak. Parol hech kimga berilmaydi. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Ota-onasiz karta ma'lumoti kiritilmaydi. Noma'lum havola bosilmaydi. Bugun bolalarning o'yin akkaunti orqali ham ota-onaning kartasiga zarar yetishi mumkin. 10-qadam. O'zingiz uchun kichik xavfsizlik ro'yxati tuzing. Karta limitlari qancha? Qaysi ilovalarga karta ulangan? Qaysi saytlarda kartangiz saqlangan? Qaysi akkauntlarda 2 bosqichli himoya yo'qilgan? Zaxira telefon raqamingiz yangimi? Elektron pochtangiz himoyalanganmi? Bularni tekshirib chiqing. Ko'pchilik kartani bir marta internet do'kon ulaydi va unutadi. Keyin o'sha do'kon bazasi buzilsa yoki akkauntga kirishsa, karta xavf ostida qoladi. Men yana bir amaliy gapni alohida ta'kidlayman. Bank kartangizni ish haqi, jamg'arma va internet xaridlari uchun bitta qilib ishlatmang. Imkon bo'lsa, asosiy pul turadigan kartani alohida saqlang. Internet xaridlari uchun esa limit past bo'lgan alohida karta ishlating. Masalan, asosiy kartada katta summa bo'lsa, uni har joyga kiritmang. Onlayn xarid uchun kerakli summani alohida kartaga o'tkazib, shundan to'lang. Bu oddiy odat zarar miqdorini keskin kamaytiradi. Yana bir muhim maslahat, bankdan kelgan xabarlarni o'chirmang va operatsiyalar haqida SMS yoki push xabarnomani yoqib qo'ying. Ba'zi odamlar xabarnomani o'chirib qo'yadi. Keyin pul ketganini kech biladi. Siz operatsiyani qanchalik tez sezsangiz, bankka murojaat qilish imkoniyati shunchalik yaxshi bo'ladi. Har doim ham pulni qaytarish oson emas, lekin tezkor harakat qilish imkoniyatini oshiradi. Bugungi asosiy fikr shuki, zamonaviy firibgarlik oddiy aldov emas, u psixologiya, texnologiya va shoshiltirish aralashmasi. Siz kod bermasangiz, havolani tekshirsangiz, pul yuborishdan oldin qo'ng'iroq qilib aniqlasangiz, rasmiy manbadan tasdiqlasangiz va hujjatlaringizni ehtiyot qilsangiz, o'zingizni va oilangizni katta zarardan saqlaysiz. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bu videodagi ma'lumotni faqat o'zingiz uchun qoldirmang. Ota-onangizga, yaqinlaringizga, ishdagi hamkasblaringizga ayting. Kommentariyada yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday firibgarlikka duch kelganmisiz? Qanday holat bo'lgan? Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va videoni ulashing. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.